$1700 qilingan xonadonimiz, mana telefonlarimiz, choksiz tarno, telefon turbalari hamda mana bu darvozaxonamizga akalar, xudo xolasa, mana bunaqa kosmoslar ham bo'lgan akalar. Atigi $1700 hamma xarajatlari, rasxodlari ichida. Xo'p, xonadonning planirovkasi haqida sizlarga gapirsam, akalar, xonadonimizda bitta, ikkita, 3 ta xonamiz mana bu tomonda bor ekan. Mana bu tomonimizda ham uzun bitta xona, mana yerda bitta mehmonxonalar bilan bor ekan. Xudo xolasa, mana shunaqa xonadonlar bo'lsa, shunaqa summa atrofida pul ketyapti akalar. Chunki ko'pchilik arendaga olishni xohlaydi. Mana P shaklida bo'lgan ichkari shapkamiz mana. Hamda darvozaxonamiz bo'lgan akalar. Oqqa mokri skromniy telefondan foydalanganmiz. Do'stlar, choksiz tarno bo'lgan mana bu turbalari, mana ikki tomondan turba tushirib berganmiz. Hamda xudo xolasa mana ko'rishingiz mumkin. Bakavoylarni ham mana chiroyli qilib bekitib ketganmiz akalar. Ko'pchilik so'rab qoladi, bakavoy ham bo'ladimi deb. Bizda mana bakavoylari ham chiroyli qilib akalar, xudo xolasa qilinadi. Bemalol, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Like bosib, bu videoni uyga telefon qilmoqchilarga albatta jo'natib qo'yasizlar. Assalomu alaykum, sog' bo'ling.